bundan dal 16 yil muqaddam Uyg'urlarning ana tuprog'ida kindiqqina to'kilgan o'z ziminida Uyg'ur millatining yuragini qon yig'latgan dahshatlik bir fojia yuz bergan edi. Nomussizlarcha talon-taroj, vahshiy zulm, zo'rliq kuch bilan yo'lga qo'yilayotgan assimilyatsiya, dafsanda qilinayotgan milliy kimlik va milliy g'urur. Mana shundaq tarixda o'rniga tepilmaydigan vahshiyatlar almisaqdan o'z g'ururi va hurligini jinidan aziz biladigan madaniyatlik bir millatning sabri qochisini yana bir qatam tashqizvatdi. Sharqi Turkistonning eli diyorida ko'tarilgan qahrlik toshqin dunyoni larziga keltirdi. Necha 10 minglagan xalq ko'chaga chiqib, adolat, erkinlik va mustaqillikdan iborat insoniy yashash huquqlarini talab qildi. Afsus, odamiy xislatdan qilchimi asari yo'q Xitoy mustamlikachilari qo'lida to'mirning sunuqimi yo'q bu haqqoniyat istakchilarini eng dahshatli vositalar orqali qonliq bostirib, dunyo jamoatchiligi oldida o'zlarining qonxo'r mustabidchiligini yana bir qatam isbotladi. Eli diyorining osmonini qora bulut qopladi. Har bir oila musibat o'tida kuydi. Madaniyatning o'choqlaridan biri bo'lgan G'ulja qora hijronning o'chqiga aylandi. Har uy bir mozorga aylanib, ota-onasidan ayrilgan yetimlar, erlardan ayrilgan ayollar, farzandlaridan judo bo'lgan buvay mo'maylarning nolisi yuraklarni ezdi. Mana bu Uyg'ur tarixidagi yana bir qonliq sahifa 1997-yili 2-oyda yuz bergan 5-fevral G'ulji inqilobidir. Bugun ana shu inqilobda Uyg'urlarning g'ururi va faxri bo'lgan shahidlarimizning shahidlik maqomiga yetganligining 16-yil xotirasi. Bugun ana shu inqilob orqali Uyg'ur mustaqillik orzu umidining jahon xalqiga yana bir qatim jakarlanganligining 16-yil xotirasi. Tariximizdagi har bir qonliq sahifaga millionlagan shahidlarimizning armonlari va keyingilarning kutgan umidlari ko'milgandir. Bir millat o'z tarixida yuz bergan zo'r tarixiy voqealar va uning ishtirokchilarini eslash, xotirlash orqali milliy qahramonlarga hurmatini ham sevgisini izhor qiladi. O'ziga madad va kuch jasorat oladi. Ibrat tajribalar asosida kelajak xaritasini sizadi. Bundaq aqalli buruch tuyg'usi bo'lmagan xalqning kelajagi bo'lmaydi. Aziz qarindoshlar, biz bugun sizlarni tariximizdagi yana bir qonliq 5-fevral G'ulji inqilobini xotirlash namoyishiga da'vat qilamiz. Sizning ishtirokingiz shahidlarimizga bo'lgan hurmat va millatimizning mustaqillik kurishiga madad bo'lg'usi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Yevropa Sharqi Turkiston birligining raisi Anvarjon. Hammanglarni 5-fevral inqilobining qonliq bostirilganligi munosabati bilan uyushtirilgan namoyishga chaqiraman. Bu munosabat bilan shahidlarimizga Alloh taolodan rahmat tilayman. Yatgan yeri jannatdan bo'lg'ay. Amin. Shundaqla shahidlarimizning bola-chaqa, ota-ona va tuqqanlarga salom yo'llayman. Fevral inqilobi milliy mustaqillik kurashimizda alohida o'ringa ega. Xalqimiz bu inqilobda shahid bo'lganlarni va bu harakatda qatnashgan aziz qahramonlarimizni hargiz unutmaydi. Biz chet ellardagi Uyg'urlar ham har yili bo'lganidek 5-fevral kuni shahidlarimizni xotirlab o'tamiz va namoyish orqali vatandagi aziz xalqimizning beshiga kelayotgan kulfatlarni yana bir qatim dunyo jamoatchiligiga jakolaymiz. 5-fevral ili inqilobining 16-yilligini xotirlash munosabati bilan o'tkazilgan namoyish 5-fevral seshanba kuni tushdan keyin soat 2dan 4gacha München Marienplatzda o'tkaziladi. Aziz yurtdoshlar, namoyishda uchrashaylik.